Endi chipsni ko'chadan sotib olish shart emas. Uy sharoitida hech qanday ximikatlarsiz shunaqa qarsildoq va mazali chipsli tayyorlaymiz. Bismillah. Kartoshkalarimizni mayda to'rab, muzdek suvga kirxmalar chiqib ketish uchun chayvolamiz. Muzdek suvga muz solib, kartoshkalarni solib qo'yamiz. Salfetka ustiga bitta terib quritishga olib qo'yamiz. Bu orada ukamni kir bo'lib ketgan futbolkalarni oqartirib olamiz. Bittada ikkita quyonni urib, idishini ham tozalab olamiz. Bu futbolkalarni do'q holatini eslab qoling. Korzinkadan Bavi super очистительlarni olib kelib olib, hammasini oqartirib oldim. Idishim kichkinalik qilib, shunaqa reaksiyaga kirishib toshib ketdi. Bolalar uchun zararsiz, gipoallergenli mahsulot. Bu posli holat. Kartoshkani aynan Pikas sortini ishlatsanglar, shunaqa idealni bir xilda qizarib chiqadi. Endi siz hech qanday ximikatlarsiz uy sharoitida farzandlaringizga chips tayyorlab bera olasiz. Mazasi ko'chaniki bilan bir xil. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Sahifamga obuna bo'lsanglar, bundan-da zo'r retseptlar bilan bo'lishib boraman. Bu videoni hali ham chipsni sotib olayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying.